Aholiga tezkor xabar. Pensiya miqdori oshirilishi mumkin. Darhol tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va rasmiy xabarlardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, ushbu videorolik ostidagi like tugmachasini bosib, agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga katta rahmat. Diqqat qiling, O'zbekistonda harbiy xizmatchilarning pensiya miqdori oshirilishi mumkin. O'zbekistonda harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini pensiya bilan ta'minlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Qonun loyihasiga ko'ra, harbiy xizmatchilar, xodimlar va ularning oila a'zolarini davlat pensiyalari bilan ta'minlashning huquqiy asoslarini qonun darajasida belgilash, shuningdek, pensiya tayinlash shartlari, turlari, miqdorlari hamda tartibga oid normalarni yanada takomillashtirish nazarda tutilmoqda. Xususan, harbiy xizmatda 30 yildan ortiq xizmat qilganlar uchun pensiyaning bazaviy miqdorini aniqlashda ish haqining hisobga olinadigan miqdorini 75% dan 100% gacha oshirish taklif etilmoqda. Bundan tashqari, pensiya tayinlashda asos bo'ladigan pensiyani hisoblash bazaviy miqdorini 10 baravardan kelib chiqib hisoblash amaliyotini 12 baravardan kelib chiqib amalga oshirish taklif etilmoqda. Qonun loyihasida taqdim etilayotgan ushbu imtiyozlar uzoq yillar davomida mamlakat xavfsizligini ta'minlash yo'lida xizmat qilgan harbiy xizmatchilarni qo'shimcha rag'batlantirishga qaratilgani qayd etildi. Majlisda qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz rivojlanishi uchun ushbu videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.